Ardam yaşayanlar hem nefes Olam yanar gülkanlarım Ardam yaşayanlar hem nefes Olam yanar gülkanlarım Katta rahmat. Rustamboy Olberganov, salomat bo'ling. Ana shu yaxshi qo'shiqlarni yaxshi niyatlar o'ylamoqchimiz. Zero tabarruk insonlar ta'bir bilan aytganda, yaxshi kunda agar chillali xonadonda yaxshi niyatlar izhor qilinsa, albatta ijobat bo'lg'usidir deydi. Yaxshi niyatlarning chegarasi yo'q. Ana shuning uchun ham har doim shukronalar aytamiz. Shoir aytadi, shukrona ayt avval parcha non uchun, so'ng qultum suv uchun shukrona takror. Chunki bu dunyoda yasharmoq nechun senga shularni ham ko'p ko'rganlar bor. Buyuklar baxtiga havas qilanma, oddiy insonliging uchun shukr ayla takror. Chunki bu dunyoda sening uchun hatto oddiy insonlikni ko'p ko'rganlar bor dedi. Inson yaxshi kunlari, shukronali kunlari hech qachon osonlikcha erishgan emas. Bugun Hojibomiz, Sotimboy otamiz, bugun Gulchehra onalarimiz, bugun Shonazar akamiz, bugun Sonajon opalarimiz, Safargul onalarimiz albatta, Hasanboy, Adolatxon xonadonining aziz ayyomlari, farzandlarining baxt to'ylari, yaxshi kunda do'stu qadrdonlar tashrifi, yaxshi niyatlar og'ushida sevinib, sarmast bo'lib o'tirganliklari uchun 100 bor, 1000 bor shukronalar aytib o'tirdilar. Ana shu shukronali kunlar elni, dilni, qalbni, oilalarimizni hech qachon tark etmasin deymiz. Albatta bugungi yaxshi niyatlar Diyorbek, Umidaxon ikkalangizni sha'ningizga bugungi yaxshi niyatlar farzandlarini yemay yedirib, ichmay ichirib, kamolga yetkazgan ota-onalarni
sha'ni sharaflaridan izhor qilinadi. Yangiariq tumani hokimi Kamolbek Sobirov bugun davramizda aziz mehmonlari. Hokim buva, yaxshi niyat tilaklarini sizdan eshitmoqchimiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat Erkin aka. Assalomu alaykum hurmatli davra qatnashchilari, shu to'y dasturxon qatnashchilari. Mana shunday bir yaxshi kun Yangiariq tumanimizda qolaversa, endi shu yoshlar shu yerda Erkinlar shu dunyo to'yxonasida shu yaxshi bir kunni tantanani inshaalloh turibmiz. Galing Saduqbay aka. Men şu Saduqbay aka tabriklayman shu yaxshi kun bilan. Mana vaqtliqlarni yaxshi kunga yetirib, shunday katta bir yaxshi bir kashanada to'y bo'lib turibdi. Şu yaxshi kunga yetirgani bilan mana 2 yosh chiroyli shu 2 yoshlar men uzoq umr, sog'lik, salomatlik tilayman. Elimize, yurtumuza, o'zingiz sog'lig'ingizga yarashadigan bir oila bo'lib yetishsinlar. Elimize, yurtumuza xizmat qilsinlar. Shu bugungi oiladan bo'ladigan farzandlardan ham hammamiz shu vaqt qo'shilib shunday oila bo'ldi, shulardan shunday ishlar bo'layotir degan gaplarni eshitib hammamiz quvonib yurish nasib etsin. O'zingizning ta'lim sohasida umuman yurtda elda qilgan mehnatlaringiz hammasi joyida. Men bir narsani tiladim, har kimni sizga bir obro'li, insofli qilib qarilik yoshini surish hammamizga nasib etsin. Satim aka, mana elimizda, yurtimizda bir insonsiz. Men sizga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Shu bugun Yangiariq tumanimizni qolaversa chiqirchi elimizni şu yaxshi niyatlarda qilib turibmiz Sadim aka, dehqonchilikning boshida turibmiz. Baribir şu mana yaxshi bayramlar, tadbirlar o'tdi. Men ister edim chiqirchi elni qolaversa Yangiariq tumanimizni har kuni bayram bo'lsin, shunday to'y bo'lsin. Şu yaxshi niyat bilan, yaxshi bir orzu bilan mehnat qilib kattı bir işe giriştik. Şundi işimizde sizin de adamlar, sizin de insanlar delde olsun bizlere, medet olsun. Hiç vakt şu onumuzu yok etmeyi, aytılıp durgan gepler, niyetler hemmesi roya çıksın. Ben 2 yaşa şundi yaxşı bir niyet dilayman. Şu sizden hem katta obro' topishini men tilakdoshman. Qolaversa yurtimizda yana yaxshi yil, yaxshi kun, Navro'z bayramlarida yaxshi bir bayramlarda o'tirdik. Yatırgan yılımız deryamıza suvni bersin, dehqonchiligimiz barakasini bersin. Hamma o'ylangan niyatlar qilib, hammani topgan tutgan shunday yaxshi bayramlara, to'ylara yetirishini hammamizga nasib etsin. Hammangizga sog'lik, salomatlik tilayman. İşleringizga muvaffaqiyat, faqat to'ylarda uchrash nasib etsin. Saduqbay rahmat. Hokim buva rahmat. Salomat bo'ling. Planlaringiz 100 bo'lsin. Dasturxonlar to'kin bo'lsin. Elda hamisha yaxshi kun to'y bo'lsin. O'zingiz yaxshi kunlarga bosh bo'ling. Aytganingizdek tabarruk insonlarning duolarining ijobatini ko'rib, hamisha yaxshi kunlarda didorlashib yurgaymiz. Salomat bo'ling. Hokim buva. Lenin Zaskarovna. Lenin zapamiz bilan biza faxrlanamiz. Juda hoji onamiz. Ko'z tegmasin bardam, baquvvat, fikrlari teran, haligacha sog'lom fikrlari bilan elni, yurtni, jamiyatni bir taraqqiyotida, rivojida o'zlarini munosib hissalarini qo'shib kelayotirlar. Lenin onamiz Yangiariq bilan o'zi asli Yangiariqlik, mana Yangiariqlik deb bilamiz biza, qayerda bo'lmasinlar. Satimboy akamiz bilan ko'p yillar birga ishlaganlar, Hoji buva bilan. Ana shu elni, xonadonni bugun davramizda aziz insonlari. Hoji ona,
chiroyli tabrik so'zlarini, duolarni albatta sizdan eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Bugun faqat Yangiariq rayonida emas, viloyatda ko'p kadrlarni yetishtirgan, halol mehnat qilgan mana Satimboy akani eng yaxshi kunda o'tiribman. Men birinchi navbatda Yangiariqda mana hokim gaplarida Odilbek, Kamolbek sizni ham tabrik qilaman. Sizning oyoq yuzingiz yarashib, Yangiariq paxta planini bajardi. Ko'p yillar bajarmadi. Ko'rpidan. Bugun meni aytadigan istagim, mana to'yni ko'rib juda xursand bo'lib o'tiribman. Mana bu yoshlarni qarang. Faqat o'zbegimni uyida shunday to'y bo'ladi. Haqiqatan Satimboy aka ko'p mehnat qilganlar. Mana bugun quvona ikkita kelin tushiryapti. Men ishonchim komil. Boshi oshqoq bo'ladi, dili yumshoq bo'ladi. Satimboy akani, qaynonasini, qarindosh urug'ini, kevini men o'ylaman kelinlar ali boshini egib salom beradi. Chunki Satimboy akani qilgan xizmati mana el yurti uchun juda katta. Mendan oldin gapirgan hokim juda yaxshi gaplarni aytdilarki, men davrani ko'rib juda xursand bo'lib o'tiribman. Yaqindagina yurtboshimizni Xorazm viloyati birinchi bo'lib qo'llab-quvvatlab 100 ga yaqin ovoz berdi. Uni ham aytib o'tishimiz kerak bo'ladi, haqiqatan. Mana birinchidan Alloh, ikkinchidan yurtboshimizning sa'y harakati bilan O'zbekiston bosqichma-bosqich gullayapti, yashnayapti. Shuning uchun mana bu to'ylar bo'lyapti, haqiqatan. Hozirgi yoshlar juda baxtli, saodatli. Mana hozirgi davrda dunyo notinch bo'lib turganda O'zbekiston mustaqillikka erishgandan keyin mana kundan-kuna yashnayapti O'zbekiston. Shuning uchun men o'ylayman, shu yerda o'tirgan ayollarimiz, mana yigitlarimiz, bolalarimiz har kunimizga shukr qilib, sabr qilib, shu O'zbekistonni, viloyatimizni, Yangiariqni gullab yashnash uchun men o'ylayman, hammamiz halol mehnat qilishimiz kerak deb men o'ylayman. Endi Erkinboyga gap yo'q. Men ham Yangiariqda bo'lgandan keyin yoshligim, o'qam Yangiariqda o'tgandan keyin baribir shoqqa tortaveradi. Erkinboy o'tirgan to'ylar juda yaxshi bo'ladi. Men o'ylayman, xonandalar to'g'risini ham aytmoqchiman. Ko'p to'ylarga boramiz. Ko'p to'ylarda milliylik yo'qolyapti. Xorazm ashularini aytmaydigan bo'lyaptilar-da. Lekin Erkinboy borgan to'y, ular bilan gaplashib, Xorazmning o'zini nima deymizdi, mentaliteti bor, o'zini ashulari bor, o'zini o'yinlari bor. Men o'ylayman, xonanda ham shunga rioya qiladi deb men o'ylayman. Shuning uchun hammangizni Satimboyga tabriklayman. Boshi oshaq bo'lsin, dili yumshoq bo'lsin, xizmati buyursin. Indiki 5 to'ydan o'tiraylik uni. Salomat bo'linglar. Shu Satimboy aka uchun mana bu yerda bir olqishlab berasizlar hammamizni. Yashang. Rahmat sizga ko'p. Erkinboy. Katta rahmat. Hojonon rahmat. Tashrifingizni o'zi bir xursandchilik. Mana yaxshi niyat tilaklarni ishordingiz. Satimboy akamizning ko'ngillari tog' kabi o'sdi. Hammamiz xursand bo'ldik. Asosiysi yoshlar xursand. Mana Diyorbek, Umidaxon ikkalasi baxt va iqbolingizni mana tilaklaringizni eshitib xursand bo'lib o'tiribdilar. Rahmat, hojonon. Hojonim Lelinzonamiz mana san'atkorlarning qo'shiqlaridan sin solib o'tiribdilar. Shuning uchun juda bir chiroyli, ajoyib Xorazm yo'llaridan Ergashbek Karimov. Ergashbek qani Ergashbek? Marhamat.
dedi berbat yavrum Ometi kreme al Eyvoyanı ometi kreme al Bugün şu afet kazır beni eşkişler Kim beni hazin etti yavrum خلال دیوایا شغل خلال کرگزیم جمعو هنگیا کنمی تمینی یاره سوزیو میشه شمال دیوایا ایلسه شمال بومقرایی محبت زیبای رشیدسی kızlar içinde dilberi bernay رشیدسی kızlar içinde dilberi bernay رشیدسی Yaşın oyum amalda Seninle çabar Mertebeniz yaktı cahandan Bir makamdan şahit yaşın Baklı zamanda Yaşanıda Bir kalbimizi paylaşırsın Kızlar içine dilberi Bernay yaşırsın Maksadım dağlarda almayan özü Bir mağdupa Ağır seyreyle genelde Tenemmin firicim Kel yavrum özünüz vay vay Kurbanım bulayın Kâbiyarım özüze Gülşende Dil kadezi var yaşırsın